2025-yil Xolis klinikasi LOR jamoasi bilan birgalikda bemorlar hayotida yangi sahifa ochdik. Juda ko'plab sodda va murakkab turdagi burun jarrohlik amaliyotlarini amalga oshirdik. Ayniqsa funksional endoskopik sinus jarrohlik va rinoseptoplastika amaliyotlari bo'yicha ko'plab malaka oshirish kurslarida qatnashdik va amaliyotimizni tatbiq qilib, juda yaxshi natijalarga erishdik. O'ylaymanki, bemorlarimiz bundan mamnun. 2026-yildan boshlab jamoamiz bilan birgalikda sizlar uchun quloq xirurgiyasidagi barcha amaliyotlarni amalga oshiramiz. Xususan, eshitishni tiklash, quloq nog'ora pardasini yamash, o'rta quloq funksiyasini protezlash orqali tiklash va boshqa turdagi murakkab quloq operatsiyalarini o'tkazishga tayyormiz. Sizni uzoq yildan buyon qiynab kelayotgan quloq muammolari, xususan eshitishning pastligi, quloqdagi shovqin, quloqning surunkali oqishi